Qo'limda turgan set 30 ming so'm qarang. Do'lma sho'rva, osh, yarimta non, salati, svej salatsi svej, suzmasi, suzma, bitta choy, yarimta noni bilan. Ekmasanda oldida biz eski vokzalda oldida Farg'ona shahar, Shodiyev ko'chada Bag'is stomatologiyaga yetishib ketasiz. Bu tomoni eski vokzal, baribir bozor kirib ketasiz, svetofor taydan burilib turib. Olti taraf somsa ham bor, batta bilsalar, sehrli tandir oshxona. Tushunib turing shuni? Ichkarida joylari, choylari, sharoiti bor. Mana sehrli tandir deb qo'yilgan. Bu yerdan burilib ketsak, bozorga kirib ketamiz. Kirishimizga mana qarang. Choy samorida bo'lyapti. Ichkarida joylari, xonalarda polni joylari bor aylanasiga. Kompot ichasizmi? Sho'rva ichasizmi? Osh yeysizmi? Mana oshini ham qarang. Ashi osh sizga bir pors osh bilan sho'rva, patni senasi 30 ming so'm. Yo'lda tashqaridan ko'rsatadi lokatsiyani. Mana. Ba'zi qonbozorga ketish. Mana ekmasani svetofor'i. Bu tomon Chimyon samori ko'pchilik biladi. Farg'ona shaharida. Oldi, yo'lda bo'yida zo'r bo'lgan lokatsiyada 30 ming so'mga abad. 30 ming so'mga abad. 1 kilo osh o'zi saboyga 40 ming so'm ekan. Qani? 40 ming so'm. Xo'p, like bosib video tarqatib ekran telefon nomerlari turibdi. Osh qoldimi yo'qmi? Osh soat 10 da buzilyapti, to'g'rimi? 10 da buzilyapti. Sho'rva ham shu soat 10 ga pishadi, to'g'rimi? 10 ga kelasi ham pishadi. Like bosib video tarqatasiz ekran telefon nomeri turibdi. Oshdan qoldim, sho'rvadan qoldim deb bemalol kelaverasizlar men nomimdan.